Hammamiz Granny o'yini haqida bilamiz. Ammo u o'yinni yaratgan kompaniya haqida eshitganmisiz? Bugun biz Developer kompaniyasi haqida gaplashamiz. Hammaga assalomu alaykum, sizlar Glitch.uz kanalidasiz. Bugungi videoda afsonaviy Developer kompaniyasi haqida gaplashamiz. Asl ismi Denis Vukanovich. 1974-yil 16-mayda tug'ilgan. Hozirda Shvetsiyada yashaydi. U o'zi mustaqil video o'yin ishlab chiqaruvchi bo'lib, asosan horror survival janridagi o'yinlarni ishlab chiqaradi. Developer taxallusi uning ismini bosh harfi D va V va undan tashqari developer so'zlarini birikmasidan hosil bo'lgan. Bu studiya yaratgan o'yinlarga hozirgacha ishlab chiqarilib kelayotgan Slendrina seriyalari kiradi. Bular Slendrina The Killer, Slendrina The Killer 2, Slendrina Asylum, Slendrina 2D, Slendrina The Forest, Slendrina X va boshqa o'yinlar. Bundan tashqari Granny trilogiyasi bunga kiradi. Granny, Granny Chapter 2, Granny 3. Umumiy hisobda bu studiya Android uchun 17 ta, iOS uchun 12 ta va Windows uchun 4 ta o'yin nashr etgan. 2017-yil Granny o'yini Google Play'da paydo bo'lgach, millionlab yuklab olingan va ko'plab YouTube Let's Play videolariga sababchi bo'lgan. Slendrina seriyasi ham o'zining jonli fan bazasiga ega. Hattoki ba'zi o'yinlari 50 milliondan ortiq yuklab olingan. Qisqa qilib aytganda, Google Play'da 33 milliondan, barcha platformalarda esa 90 million yuklab olish hisobiga ega. Yana bir mashhur horror o'yinlar chiqaruvchi Keplerians Horror Games kompaniyasi developer bilan hamkorlik qilishni istagan, ammo aloqaga chiqishmagan yoki developer tomonidan javobsiz qoldirilgan degan taxminlar ham mavjud. Bu kompaniya egasi o'zi yolg'iz ishlashni afzal ko'radi. Yolg'iz sababi u ishonchli hamkor topishga qiynaladi deb aytadi. Granny, The Twins kabi o'yinlarni bir o'zi ovozlashtirgan degan taxminlar mavjud. Rafiqasi esa Granny obraziga ovoz berganligi haqida taxminlar mavjud. Developerning ba'zi o'yinlari App Store va Google Play'dan o'chirilib ketgan. Slenderman Rise Again, Robot Hunt va Hotel Insanity kabi o'yinlari texnik yoki qonuniy sabablarga ko'ra olib tashlangan. Slendrina Asylum o'yini esa 2018-yilda o'chirib tashlanadi va 2023-yilda qaytadan platformaga joylanadi. Bu o'yinlar nimaga o'chib ketganini sababini men bilaman, chunki uni o'yinlariga hech kim like bosmagan. Xuddi sizga o'xshab, siz ham hozir shu qilayotgan kontentlarimni qo'llab-quvvatlagan holatda videoga bitta like bosib qo'ying. Va buning yana bir sababi, bu o'yinlar barchasi tekin bo'lgan. Xuddi menga obuna bo'lishga o'xshab. Menimcha men nima haqida gapirayotganimni tushundinglar. Video qisqa bo'lib qolgani haqida xabarim bor. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Keyingi videoda qaysi o'yin yoki qaysi kompaniya haqida video bo'lsin, men o'sha kommentariyalarni o'qib, o'sha siz yozgan o'yin haqida video chiqarishga harakat qilaman. Videoda o'zingizlar bilmagan mana shu kompaniya haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lgan bo'lsangiz, boya aytganimdek videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiringlar.